Shvetsariyada Gulnora Karimova ishi doirasida sudlangan Lombard Odier xususiy banki jarimaga tortildi. Shvetsariya sudi Lombard Odier xususiy bankini pul yuvilishining oldini olmagan deb topib 3 million Shvetsariya franki, taxriban 3 million 680 ming AQSh dollari miqdorida jarimaga tortdi. Sud bayonotida aytilishicha, Lombard Odier banki pul yuvishning oldini olish uchun oqilona va zarur bo'lgan barcha tashkiliy choralarni ko'rmagani uchun jarimaga tortilgan. Bankning S harfi bilan tanishtirilgan sobiq hisob raqamlar menejeriga nisbatan sud 24 oylik shartli qamoq jazosini tayinladi. Shvetsariya federal jinoyat sudining jinoyat ishlari bo'yicha kollegiyasi Gulnora Karimova va yana bir ayblanuvchi V ga nisbatan ish yuritishni sud jarayonini davom ettirishga doimiy to'sqinlik qiluvchi protsessual holatlar mavjudligi sababli tugatdi. Lombard Odier bankining sobiq hisob raqamlar boshqaruvchisi S og'irlashtiruvchi holatlarda pul yuvish jinoyatida aybdor deb topilib, 24 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosiga hukm qilindi. Mazkur jazoni ijro etish to'liq shartli tarzda qoldirildi. 27-iyul kungi hukm bilan O'zbekiston sobiq prezidenti Islom Karimovning qizi Gulnora Karimovaga nisbatan yuritilayotgan jinoiy ish tamoman tugatildi. Sud muhokamalari shu yil aprel oyida boshlangandi. Shvetsariya prokuraturasi Karimovani pora olish hamda ofis deb nomlangan jinoiy tuzilmani boshqarishda ayblagan edi. Shvetsariya tergov idoralari Gulnora Karimova ofis deb ataluvchi keng qamrovli tarmoqni tashkil etgani hamda bu tarmoq O'zbekiston bozoriga kirishni istagan telekommunikatsiya kompaniyalaridan pora talab qilganini da'vo qilgan. Shvetsariya sudi hukmiga ko'ra, mazkur tuzilma 2005-2013 yillar oralig'ida yuzlab million dollar mablag'ni Shvetsariyadagi bank hisob raqamlariga yo'naltirgan. Jenevada joylashgan Lombard Odier banki va uning sobiq xodimlaridan biri Gulnora Karimova aloqador ko'rilgan jinoiy faoliyatdan olingan mablag'larni yashirishga ko'maklashganlikda ayblangan. Hukmda qayd etilishicha, ushbu tuzilma tergovi natijasida jinoyat ishlari bo'yicha kollegiya 400 million Shvetsariya frankidan ortiq, taxminan 491 million dollarlik aktivlarni musodara qilishga qaror qilgan. Jinoyat ishlari bo'yicha kollegiya Shvetsariya hududida joylashgan pul yuvish jinoyatlari natijasida olingan yoki ofis deb atalgan tuzilma nazorati ostida bo'lgan 400 million Shvetsariya frankidan ortiq aktivlarni musodara qilish haqida qaror chiqardi. Sudning ma'lum qilishicha, bu ish doirasida 2011-yil iyulidan oldingi davrga taalluqli ayblovlar davom muddati tugagani sababli rad etilgan. Lombard Odier rahbariyati dushanba kuni tarqatgan bayonotida bu ish 2012-yilda bankning o'zi Shvetsariya hukumatiga shubhali holatlar haqida ixtiyoriy ravishda xabar bergandan keyin boshlanganini ta'kidladi. Bank o'sha vaqtda samarali ichki nazorat va pul yuvishining oldini olish mexanizmlari mavjud bo'lganini ta'kidlab, sud hukmi ustidan shikoyat qilishini ma'lum qildi. 54 yoshli Gulnora Karimova marhum O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning qizi. O'ziga qo'yilgan barcha ayblovlarni rad etib keladi. Karimova 2014-yilning fevralda O'zbekistonda qo'lga olingan. Unga nisbatan 2015-yilda 5 yilga ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan. O'zbekiston Oliy sudi 2020-yil martda Gulnora Karimova davlat mablag'larini o'zlashtirish va O'zbekiston manfaatlariga zid bitimlar tuzish, shuningdek, o'ta yirik miqdorda tovlamachilik yo'li bilan birovning mulkini tortib olish kabi ayblovlar bilan 13 yil 4 oyga ozodlikdan mahrum etilganini ma'lum qilgan edi. 2024-yil oxirida uning Toshkentdagi ayollar qamoqxonasidan manzil koloniyaga o'tkazilgani xabar qilingan, ammo rasman bu tasdig'ini topmagan. Shvetsariya prokuraturasi 2012-yilda Karimovaga bog'langan aktivlardan 800 million Shvetsariya franki, taxminan 900 million dollar atrofidagi mablag'ni muzlatgandi. Bu ish doirasida Shvetsariya bosh prokuraturasi 2026-yil boshida Toshkentda Karimovani ikkinchi bor so'roq qilganini ham mamlakatdagi nashrlarda xabar qilingan. Gulnora Karimova nomiga bog'langan jinoyat ishi tergovi doirasida Fransiya, AQSh va yana bir necha davlatda musodara qilingan aktivlar umumiy qiymati taxriban 1 milliard 400 million dollar deb baholanadi.
Jumladan AQShning New York janubiy hududi bo'yicha prokurori 2019-yil martida Gulnora Karimovaga nisbatan rasman ayblov e'lon qilgan. AQSh tomoni uni qariyb 10 yil davomida turli moliyaviy sxemalar orqali aksiyalari AQSh birjasida sotuvga qo'yilgan 3 yirik xalqaro telekom shirkati TeliaSonera, Wimpelcom va MTS dan jami 865 million dollar pora olganlikda ayblagan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi hisobicha Karimova davlat va alohida shaxslarga 1 trillion 270 milliard 200 million so'm, 1 milliard 651 million 800 ming AQSh dollari, 26 million 100 ming yevro miqdorida zarar keltirgan. Shveysariya va O'zbekiston hukumatlari o'rtasidagi kelishuv asosida bu pullarni qaytarish boshlangan. 2022-yil avgust oyida Bern shahrida 131 million dollarni qaytarish bo'yicha birinchi kelishuv imzolangan. 2025-yil 6-fevralda esa Toshkentda 182 million AQSh dollarini qaytarishga kelishilgan. I call her the princess of Uzbekistan, if you will. Pleasure to be with you tonight. Thank you. Kelishuvga muvofiq bu pullar BMT ishtirokida tashkil etilgan Uzbekistan Vision 2030 nomli ishonch jamg'armasi orqali O'zbekistonga o'tkazilishi kerak. Shuningdek, qaytarilgan aktivlar ijtimoiy ahamiyatga ega loyihalarga yo'naltirilishi belgilangan. 2023-yil sentyabrda Uzbekistan Vision 2030 jamg'arma rahbariyati O'zbekistonda onalar va yangi tug'ilgan chaqaloqlar o'limini kamaytirishga qaratilgan BMT dasturi bu aktivlarning 43,5 million dollari ajratilganini bildirgan. Ammo jamoatchilik faollari, jumladan Uzbek Forum for Human Rights va boshqa xalqaro tashkilotlar 2025-yilda e'lon qilgan tahlillarda bu pullarni taqsimlash va sarflash jarayoni yetarlicha ochiq emasligini tanqid qiladi. Как это проводилось, в общем-то, в Швейцарии? Shveysariyadan Gulnora Karimovaning pullarini O'zbekistonga qaytarish jarayoni fuqarolik jamiyatining uzoq muddatli bosimi natijasi bo'lgan. Men ham bu jarayonlarda shaxsan ishtirok etganman. Shveysariyadagi aktivlar BMT Trans jamg'armasi orqali ijtimoiy maqsadlarga yo'naltirildi. Bizda yana bir tashvish bor. Bu qaytarilayotgan aktivlar O'zbekiston hukumatiga shartlarsiz berilyapti. Bu esa 2017-yildagi Global Forum prinsiplarini buzish hisoblanadi. Ma'lumki, O'zbekistonda sistemali korrupsiya mavjud va ushbu mablag'lar yana shu korrupsion tizim foydasiga ishlatilishi mumkin. Bundan tashqari, Transparency International France, Sherpa va boshqa xalqaro tashkilotlar Fransiyadan qaytarilgan Karimova aktivlari bo'yicha muzokaralar yetarlicha ochiq o'tmaganini tanqid qilgan. O'zbekistonda esa fuqarolik jamiyati va faollar mablag'larni boshqarish jarayoni yopiqligini tanqid qiladi. Shuningdek, ular mablag'larning haqiqatdan ham aholi manfaatiga xizmat qilayotgani yuzasidan kuchliroq jamoatchilik monitoringi zarurligini aytib keladi.